Hamma salom do'stlar, sizlar bilan yana Ron. Bugungi videoda biz Minecraftdagi Euro davr olamida bizlar. Shunday ekan, videoni boshlashdan avval like bosishni unutmang. Shunday qilib video boshlandi. Cho'zib olmasdan tayyor qilib oldim. Eski modni olib tashlab, hozir yangisini qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, ko'pchilik YouTube'da ishlatadigan dinozavr modda ishqibozga tashlamasdan. Mana skeletni yo'qotamiz-da. O'zi ketadi biz ketadi. Yo-mayo. Hamma rost vaqtida yetdi. Bularni ishiga aralashmaymiz menimcha. Nima edi bu? Tushunmadim. Nima bu? Hamma yoqda shu effektlar. Yemaysanmi? Yaqinroq boraylik chiqan. Yo'q, yema dedim. Kim ot tashlaymi? Baqiryapti. Qoch. Hozir ketdim men. Xo'sh, mencha kelmayapti. Hozir mencha go'sht bo'lish kerak menda. Bor ekan. Yaxshi. Qani o'zing o'yitaman sekin. To'xta dedim. Joyingda qimirlama dedim. Qimirlama. Siz yashinda qoling. Xo'sh, bu yerdan sekinga chiqib ketamiz. Tepani yurtni yo'q. Mayli, sekin. Bu tinchlik minorani taqsam bo'lmaydi, voy ey. Ularni o'tijasini oladim shunaqa. Battar bo'l, tiqilib o'l o'sha yerda. Ye. To'xta, sekin asta-sekin o'rgatib ko'raychi. Hozir chidab olardi. Qanday sekin. Yaxshi. Xo'sh, qayerda endi bu? Pastda qanaqa yuribdi bu yerda? Yo. Ket dedim. Xo'sh, eshikni yopil. Bu qanaqa ishladi? Mayli. Men shunchaki binoni to'g'rilashni boshlay qoladi tinchgina. Xo'sh, bu yerda dizayn kiritamiz. Xo'sh, to'pponchani kerak yo'q hozircha. Yana shu o't bosyaptimi? Juda joyini yetib ketdi shu o'tim. Qachon o't bosganini ko'rsan. Ana shunday olib tashladim. Bu qanaqa bu soat qanaqa ishlayapti hayronman. Bir chaqaga arzimaydi soatga. Xo'sh, sekin ehtiyojni yo'qotmaymiz. Xudo biladi bular qanaqa biladi. Bu yerda resizda turadi. Sen bu yerda nima qilasan? Bor ishingni qil. Xo'sh, sekin daraja chiqamiz. To'xtachi ana yerda edik-ku. Zambaraklarni o'rab chiqdi albatta. Qo'shmayapti bordi. Mana qilamiz, dizayn beramiz. Nima yaxshi. Bu yoqqa kelamiz, sen solib qo'yamiz. Mana narsa kelamiz. Xo'sh, egak kerak bo'lib turadi. Mayli, tura qolsin bir vaqtincha. Lekin ehtiyojni yo'qotmaymiz lekin. Xo'sh. Bu yoqqa qo'yamiz. Bo'ldi, tugab qoldi. Mayli, toshni qayerdan olib kelaman. Pulemyot ishlamaydi. Qanday u? Ketdimi? Kemasini o'xshaydi yursin. Xo'sh, sekin. Voy. Dinozavr qayerga ketdi?
tushunmadim. Qanday bu? O, aka qani? O'zi qarz bordi mendan. Yo, chindilik qo'yibdi bu. Sekin. Mani yema. Mani yema. Yema dedim. Qani kema dedim. Kema. Hozir qo'yadi. Yo, men tinchlik tortaman. Tinchlik tortaman. Tinchlik. Yaxshi, ovoz chiqmayapti. Go'shtni sekin asta nima beramiz? Yo, kema. Ay. Vodat, yo'q, ket. Bir yoqda jonim qoldi. Vodat, qoch. Ketdim lekin. Bittada shuncha jonni o'tishadi. Bitta noni bor. Buni qanaqa o'rgatib qo'ysam ekan o'zimga? Qanday o'rgatsam bo'ladi? Bashaga qurib yur. Hech qanday. Qo'yaver buni. Sekin. Bittada shuncha jonni o'tishadi. Yo'q. Yaxshi, tinchlik o'ndirib qo'ya qolay. Qani bol otsa ana. O'zini zo'r deb o'ylaydi ular. Apa. Taqar meni juda jonli ekan. Esi shuncha zonli ketdi bu deydilar. Mayli. Zato go'shtimiz ham bor endi. Ovqatdan xotirmasa jam bo'ladi. Oldimmi? Ha, oppan. Qani ko'rish atrofni. Shu yerda yana qanaqa dinozavrlar bor. Ha, bu yoqqa kirib o'tirmaymiz. Shu yerda nimcha yo'q ekan. Ba'zi o'sha. Deyarli hech narsani o'zgartirmaganman. O'zini to'xtashni nima uchun ketyapman? Hoppa. Nima uchun ketyapman? Men bilmayman, tedga o'xshab ketyapman. Ovqatlanamiz. Tinchgina borib toshni kerak. Shu qochi yomon joy ekan. Ketaveramiz. Ungacha kanalga obuna bo'lib turing. Hoppa, bu yerda dinozavr bor ekan. Tosh ko'rib yurdim, birdan buni ushlatib qoldim. Buni o'rgasa bo'lar ekanmi? Eganim bor ekan, yaxshi. Qani? Bu har kishini ekan. Taksiga olib o'rgatolmaydi. Mayli, ozod qilib yuboraman buni. Yordam bermasa o'zi chiqarmaydi. Ana tezgina jo'natib berdim. Bunday qilamiz. Amalini ko'ramiz. Shu qotida yomon asablanyapti. Ochig'i yomon jon yetib keting. Qirilaversin. Yo'qolay. Semizgina ekan lekin. Yaxshigina narsalar berdi. Yer ko'mir bor ekan. Shu ko'mir kerak menga. Vaqt allaqanday bo'ldi, deyarli boshladim ishimni. Ferma tayyorlashga hali chiqadi ishim ham ko'p. Aksiga olib. Bersang olib yer ekan. Xo'sh, bu narsa kerak emas. Nimada qilsam ekan? Qiziq. Shuncha narsasi bo'ladi-yu, lekin nima taxlashni bilmayman. Xo'sh. Aytgancha men uni eslayotibdim. Mayli, shu shunday qilaverasiz, chunki menga baribir. Kechani tushdi, mayli, lekin kechasi ishlayman.
Oy shuni aytaychi, mana bu narsalarni topib oldim. Misli juda g'alati versa ekan. Sandwich tayyorlash uchun alohida ish stoli. G'alati bir ovoz kelyapti. Tushunmayapman qayerga ketgan. Mana shuni ham bir to'g'rilashim kerak. Mayli, keyinroq to'g'rilayman. Qayerdan kelyapti ekan bu ovoz? Mayli, qo'yaverishni davom ettiramiz. Просто tak bezak uchun qo'yapman bularni. Ana shunday deyarli tayyor. Oddiy zombilar. Ular bilan mening ishim yo'q. Meni ishim bo'lsa mana shu ishlar. Xo'sh. Nimaga qo'yilmadi? Endi biz boshqa gap. Yaxshi, bu yerga qo'yganman. Xo'sh, pastga tushamiz endi. Aysi bitta xonasi. Hozir qaytaman. Tong ham otdi, ishni boshladim. Xo'sh, birinchi navbatda men mana shu shkafni ochaman va hech nima qilmayman. O'zi nima uchun ochdim, hayronman. Mayli, qiladigan bo'lsa bor. Mana tomini buzish va qaytadan qurish. Mana olamiz. Yana tegini ekan. Oh yeah, qo'yga o'rgata olaman endi. Xo'sh, menda bug'doy bormi? Appa. Appa, shu qattiqdan juda joni tegyapti. Mana joy-joyiga qo'yib qo'ying hozircha. Mana bu narsani qo'yib qo'yamiz. Egar bizga kerak. Xo'sh, buni kerak emas, mana bu kerak emas, suyak kerak emas. Bu ham bu tursin. Teri kerak emas, bo'ldi. Ovqat bor. Xo'sh, bug'doy olib oling. Qani, voy. Bug'doyni qazib olamiz. Xudo biladi bu qancha yeydi. Bug'doy qilib olamiz. Ana endi borib boqib olamiz. Xo'sh, siz ham ochil. Yaxshi, hammasi joyida. Qani baqchichi. Qani ye qol, bo'la qol, yesangchi. Bu nima yemayapti? Yana pishirish qilib ko'ringchi. Yo'mayo, T-Rex qayerga pastda yurgan ekan. Men bo'lsa qayerga ketdi deb yuribman. Mayli, o'sha yerda yurib tur. Hoppa. O'ldirma uni. Hoppa, raso bo'ldi bari. Shuncha paytda men dod boqa olaman. Pashshaning qurjo mana uni ye. Asad o'ynaysan sen ham. Wow. Nima qilyapti? Aqlmoqchi bo'lyaptimi? Mayli, o'ldirib qo'ya qolamiz. Sendan naf yo'q ekan. Mana senga albatta. Hoppa, ish bermadi, mayli. Mayli, hech biron eplanmadim. Shunga oddiy ishni qilaman. Basharang qursin, odamning o'tkazini oladimi? Juda jangga tegding sen ham. Tur yo'qotib berdim. Nimaga o'qtasir qilmayapti bu dendekka? Qani vaqti. Shu qo'tatdan juda jangga tegyapti.
Otsangchi. Hoppa shu. Hadi yopil sekin. Mayli birga bir jang. Qani vaqtga. Bilsin. Au. Skeletdan vurdi join dedi. Tayyor. Uzoqdan turib ochish kerak ekan bularni. Ishni yapamiz. Osh tovuq qani ekan? Chip. Kechi tovuq. Men ikkita patkeres zo'r narsa topib oldim. Botdan qo'shilib qo'ygan. Kerak payt o'sha paytda lekin kerak saytda oyoq tagida o'rlashyapti shu tovuqqa. Hoppa. Mana chip haydasan. Bir sayfa qiladi bu ham bir. Yashinib olib. Bunda qanaqa qo'l yo'rasam lekin hayronman. Sira bir qo'l yo'rganini sezmayapti. O't qirqib bersam ekan. Qani san tovuq. Menga pat kerak, pat. Bak. Bir nima endi. Ana ochil. Sayba qiladi odamning shu ishi ham. Toping endi. Qayerdan tovuqni o'zi kelyapti hayronman. Qanaqa ishladi tushunmadim. Mayli, men juda xushpayt bo'ldi. Ay. Odamni aldaydi bu danada. Adashmasam shu yerda Yo bu qanaqa ishlaydigan bo'ldi? Bitta tuxum bo'lsa topilmaydimi? Tuxum deb ham pat. Odamni chajash ketdi. Toza. Bo'pti, qani. Senlar joy deding. Umuman kerak yo'q. O'qlaymiz mana. Qani bularni? Chiqib bu yoqqa. Hoppa. Mana bitta o'yinchi to'g'ri qolib ketdi-ku. Mana juda ko'p vaqt ketdi menga. Zo'r qoladi. Nima ekan deb hayron bo'lardim men. Mayli. Qulog'oncha. Ertalar bo'lsa bir gap bo'lar. Qani tez. Bo'ldi, endi tovuq qidirgan chiqdim. Eshik ham yomon sekin ishlayotgan. Xo'sh, qani. Yo. Tuxumni qo'yib yubordi bu tovuq. Tayyor. Ikkita kerakdi, ikkita bor. Boshmayman. Jomad deyman. Tovuq qo'shib tuxumga. Tovuq tuxumga qo'shib o'zi ham qo'yib yubordi-ku. Mayli, qo'lni qiyshiq baribir. O'zi hamma youtuberlar qo'li qiyshiq bo'ladi. Shuni bilasizlarmi? Mayli, endi qayiq topsam bo'ldi. Qayiqni nima qidirishim kerak ekan, yassam bo'ladi-ku. Ahmoqman o'zi. Xo'sh. Tuxum tayyor.
Endi taxta olamiz. Qayiq. Menga qayiq kerak. Mana buni qidirsak. Xo'sh, qayiq. Shuni zo'r narsa esida bo'ladi-ya. Qani ko'zim ko'rmagani qayda bir ko'zim ko'rib olchaman-da. Ana endi mana moddan o'xshagan versakni qo'yamiz-da. Qarasizlarki, uchar qayiq. Albatta. Mana. Ana uchdik. Shu betgacha kalang kelmadi ekan-a. Ana bo'l qotib qoldimmi bo'l. Ana endi bemalol qilsa yaqqat qilsam ham bo'ladi. Tepaga. Bosh tepaga qilib yurish kerak ekan bu lanatni. O'lib qolsam lekin bundan ketdim. Ben shuncha narsam. Xo'sh, uchdik. To'g'ri, aniga qo'chamiz. Ani ketdik, let's go. 3 qayg'im mani, 3. Chiroyli ko'ringan. Manzarani qarang, mana ba'zichani qarang, ba'zichani. Zo'rdan zo'r ko'rinyapti ba'zicha mani. Qush misoli uchamiz. Ana o'sha bosslardan biri. Qo'shimchasiga boss modini qo'shgandim. Xo'sh, mana yoqqa uchib boramiz. Shunisiga qulay ekan. Men uchaman deb Abdullajonda shunday deyishganimi? Qani lapat kam 3. Qanaqa lapatda bu? Qayiq-ku, lapatda deyapman men ham. Xo'sh, bu yerda nimalar bor ekan? Hoppa, bu ham kamiga sekin uchish ekan. Qani bo'l, uchsanchi? Yoki qodatdan shunday sekin uchasizlarmi? Xo'sh. Kimda qanaqa bilmadim, lekin bu yerda ikkita bor ekan. Odatdagina ko'proqmi? Voy, qo'yapman tepaga. Xo'sh, ishqob ana meni o'ldirib yubormaskan. O'zi bormi? To'g'am. Xo'sh, hozircha hech narsa yo'q. Sekingina qo'ndiramiz. Menimcha bu yer bug bo'lgan u. Bo'pti, boshqa joyga qidiramiz, ungacha xayrlashib turamiz. Uncha videoni bolalar lekin buni mana sig'aroyib. Tushunmadim. Qishloqni oldida boss spam bo'ptimi? Yo. Sekingina qo'ndiramiz. Xo'sh. Yetaveramiz. Xo'sh, endi buni qanday qilib tinchitamiz? Qur'onni olamiz. Pishmagan go'sht bilan qornini to'ydirib olamiz. Nimaga bu? Oldiga boramiz, sekin otishni boshlaymiz buni. Hoppa. Buni erta tinchitamiz, hozir moblar urgidek xalaq beradi. Aynan o'ting. Qani. Yo. Uxlab olamiz shunda. Yaxshi, uxlab oldik. Navbat. Endi jang bersak ham bo'ladi. Bunaqa Creeperlar xalaq bermasa bo'ldi ishqil.
Tezgina o'qni almashtiramiz. Bo'la qol. Otsanchi ot. Tayyor. Hoppa, buni qanaqa acha saqaricha turing. Hoppa. Ana jahli chiqibdi. Ay 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 ay. Yo xudoyim. Hoppa, bu menga nima bola bo'lyapti? Kema oldinga. Odat. Jahli chiqarmasin bu ekan. Yo 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 yo. O'qitmay ta'sir qilmayapti, tushunmadim. Mahluqlarga qarshi ta'sir qiladi, lekin bular boshlarga qarshi chiqmayapti. Ay! Yo'q, biz qo'nim. Faqat hozir emas. Kelyapti jo'naladi, qoch. Harakat. Ay! Mana bundan chiqib olsam, bu yoqda ozodman. Ana bo'la qolsa kerak. Hoppa, lanati. Qanaqasi uni o'ldira olmayapman. Ha, chiqolmayapsanmi? Ana endi seni o'ldiraman. Tushunmadim buni. Abba, shunday yoqilman. Qani. Bu safar emas. Buni qanaqa o'ldirsam bo'ladi? Topdim. Xo'sh, bola o'rganinglar. Hozir kimsa tursin-chi. Xo'sh. Funksiya deb yozamiz, keyin aka. Buni ham bir jahl chiqib ekanda. 47. Ana shunday. Va transformatsiyalanish. Qurol endi ayni ketishga jonim. Buni ham bir jon ketmas ekanda. Xo'sh, nimada bo'lasam ekan buni? Qilishda masofadan urib ko'raychi. Bu qirg'in menga o'tmaydi. Hoppa.
Bu bilan endi ishim yo'q bo'ldi. Juda joni tegyordi. Bir qarasa unday qiladi, bir qarasa bunday o'dirib bo'lmayapti. Qayoqdan olaman, tinchlikni bilan ketaman. Ba'zanga. Oyoqda kelgani. Qani endi. Ana ortimda kelyapti qarang. Hoppa. O'ch endi, o'ch. Yaqin kelib qoldi. Bo'ldi endi kuzatib edi. Kuzatmaydi aniqroq. Qisqasi bazaga qarab ketdim endi. Qushcha misol uchyapman. Ajoyib. Qurol qanaqasi ishlamadi ekan? Odatda zerikkandan o'ylab o'tiraman, lekin o'shanda qurolda mana ketkaza olgan jonini. Endi esa ketkaza olmayapman. Mencha qandaydir muammo. Voy. Tiqilib qoldimmi deyman. Qani o'ch. Hoppa. Bunaqa qoidasi esimdan chiqib turadi ba'zida. Qani. Uchamiz. Qochish ham bir o'yida joyidek ketdi. Hech bo'lmasa endi to'g'ri choraman. Qani endi tezroq qo'nsang-chi, voy dod. Direktor bordi-ku bu ham. Qani endi qo'namiz. Sekin asta bo'lsa bilan. Ana. Tayyor. Buning video shu yerdan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Keyingi videoda albatta o'shalarni bosni o'ldiraman. Barchangiz salomat bo'ling. Bu obunani unutmaydi. Sizlar bilan